Abdullah, aleykümselam. Her şey güzel mi? Her şey yolunda mı? Çok güzel, çok güzel. Gidiyor. Sen de güzel pasları, asistleri, golleri atınca daha keyifli oluyorsun. You made good assists today and you scored a good goal as well. Men gol urganimdan va jamoa g'alaba qozonganidan xursandman. Win. Bu tanaffusdan oldin muhim o'yin edi. Ta'tilga 3 ochko va gol bilan chiqib ketayotganimdan baxtiyorman. Points and with the goal. Given a good performance, how would you like to say about your Bu yerdagi faoliyatim men xohlaganimdek boshlanmadi. Rostini aytsam, transfer jarayonida ba'zi qiyinchiliklarga duch keldim. Hujjatlar bilan bog'liq muammolar bo'ldi, keyin esa jarohat oldim. Season with the documents, then I had an injury, but I blame myself for that. Ammo men o'zimga ishonaman va juda qattiq ishladim. Murabbiy menga ishonch bildirdi. Trusted me and put the trust on me and Menimcha oxirgi o'yinlar men xohlagandek bo'lmoqda. it is going up the way I want. baş Şimdi Shomurodov Endi siz Shomurodov bilan birgasiz. Turkiya Superligasi va Başakşehirga qiziqish o'zbek futbol muxlislari orasida ortdi. Sizning mamlakatingizda Turkiya futboli va Başakşehir haqida qanday fikr mulohazalar bo'lmoqda? ülkende bununla ilgili hem Türk futbolu hem Başakşehir'le ilgili. you are this as well. Yeah, we had a great relationship with the Eldar. Eldor bilan juda ham yaxshi munosabatdamiz va biz bir oilamiz. Great to play with him. Men uchun u bilan o'ynash ajoyib, chunki u tajribali futbolchi. Men uni ko'rib katta bo'lganman va u bilan o'ynashdan xursandman. I grew up looking at him, and I'm happy to play with him and U meni moslashishim uchun katta yordam berdi, chunki uyimiz juda ham yaqin. near together, and it helps me a lot. O'zbekistonda turk futbolga bo'lgan munosabat haqida savolimga javoban. The way the Uzbek people look at Turkish league now has changed with you guys. Yeah, I think Tabiiyki ular bizni juda yaxshi qo'llab-quvvatlashga ko'proq e'tibor berishadi deb o'ylayman. that our nation Bizning boshqa mamlakatlarda va o'z vatanimizda o'ynayotganlarni juda yaxshi qo'llab-quvvatlashadi. Biz ularni xursand qilishdan mamnunmiz. also in our country we have a great support from our fans, and we are happy to make them happy. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkür